Assalomu alaykum. Mana bu Konyada qurilish bo'lyapti. Ustalar ishlayapti. Mana bu 8-etajda, mana pastki qismiga setka qo'ygan. Tepada ustalar ishlayapti. Tushib ketsa, mana shu setka ushab qoladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu yerda juda ham katta qurilish bo'lyapti. Ko'cha issiq. Lekin issiqlikka qaramasdan biroz shamol bor, shabada bo'lyapti. Mana ustalar issiqda ishlashyapti. Mana atrofini setka bilan o'rab qo'ygan. Chunki tepadan bilib bo'lmaydi, bironta narsa tushib ketishi mumkin. Bironta odam tushib ketsa ham setka ushab qoladi. Mana bu prorablarning xonalari bo'ladi. Hozir hamma ishda.